Assalomu alaykum. Bugungi mavzuda eng muhim bo'limlarga bag'ishlangan. Mavzuni boshlashdan oldin men bitta tarixdan faktlar keltirishni xohlayapman. O'zbekistonda o'tgan asrda mana mashina o'rniga Aquaflow NLS ni so'rasan. Xuddi mashina bo'ldi. Qolgan Makrolar 505 so'rayapti. ha. asrni o'rta yarmida O'zbekistonda alinerlar kimyosi ancha rivojlangan. Bu olimlarga ko'rsatishgan. Avvalo birinchi shu O'zbekistonga shu fanni rivojlanishgan. Shuning ichida yoshlar, Hojika, Askarov, Chivayev, Muhammad va shu yo'nalishda faqat kimyoviy tomonni ko'rilganda polimer fani. O'sha sharafini shu 70-chi yillari taklif berilgan shu bo'lim ochish, polimerlar kimyosi bo'limi akademiya ichida. Va shunda bizlar nafaqat kimyoviy tomonni, fizikani ham rivojlantirishni boshlaganmiz. Biz aslida shu SSSRda faqat Belorussiya, Rossiya ularda fizika bilan shug'ullanishardi. Ularda polimerlar fizikasini boshida katta olimlar qabul qilishmagan. Samosiyatli fanga aylangan. Shu sirda shu ikkita universitetda 79-yil shu polimerlar kimyosi bo'limi ochildi. Va bizda birinchi laboratoriya, 3 ta laboratoriyadan iborat edi. Uchinchisi shu polimer fizika kimyo usullarini birinchi biz O'zbekistonda qo'yganmiz va yo'nalishlaridan biri hozir shu bo'limlar bo'yicha qisqa ma'lumot beramiz sizlarga. Biz shu eritmalarga boshlaganmiz, yaxshi mutaxassislarni taklif etganmiz. İçinde şu Shimoliy Churinov, Abdufattor Beztarafatki, ular hammasi birinchi yilda ishladi shu Sankt-Peterburgda, Moskvada va Kiyevda olishgan. Shuning uchun nima deydi, polimer fani mani fikrim bo'yicha juda ham eng qiziqarli yo'nalish fanlardan biri. Ko'p disiplinarli ichiga hamma fanlarni qismi kiradi. Bu molekulyar fizikasi ham, kemik fizikasi ham, nazariy tomondan mexanika, qattiq jism va hamma bo'limlar bor. Shuning uchun O'zbekistonda plastmassalar shu yillarga asr to'g'ri ketadi. Plastiklarni ishlatish juda kam edi va butun dunyo bo'yicha yangi kriteriy kiritilgan edi. Qaysi davlat rivojlangan baholanardi. Bu kriteriyda har bir insonga qancha plastmassa to'g'ri kelishi aniqlanganda. Masalan aytaman, shu 2002-yilgacha yo 1991-yilgacha O'zbekistonda 1 kilodan kam edi har bir insonga.
Shu paytda rivojlangan davlatlarda, Amerika masalan, Yaponiya, Yevropa davlatlarida 100 kilodan ortiq. Amerikada 120. Shu mustaqillikni kirganimizda mustaqillikka hozirgi vaziyat ancha o'zgargan. Shu 15-20 kilo insonga 20-30 yilning ichida bo'layotgan narsalar. Bizlar nafaqat pedagodlarga shug'ullanamiz, chetdan kelib, hozir o'zimizda ham shu polimerlarni производстволari bor, yaxshi perspektivada, Navoiyda. O'z aslida polimerlarning soni hozirgi ma'lumot bo'yicha 2,5 mingdan ko'p. Ammo lekin har kuni ishlatiladigan polimerlarning soni 10 taga yaqin. Ichida polyolefillar bor. Shu masalan polistirol, polimetallar va poliefirlar ularni nima deydi, производствоsi O'zbekistonda yo'q, faqat polyolefillar va polimetallar. Chunki ishlatadigan tarmoqlar juda ham keng. Может berdi. Polimer fizikasi ancha o'zini hissasini qo'shgan shu fanning rivojlanishiga. Avvalo birinchi zanjirlar to'g'risida gapirsak, bu yerda bilasizlar, qanaqa xarakteristikalarga shu materiallarni qismini tugatish uchun hamma materiallarni solishtirish asosida, masalan, metallar polimerlarga nisbatan zichligi juda yuqori va shuning uchun oxirgi ikkita strakasi, hisoblayapsa, shu zichligini hisobga olganda, o'sha metallarda mustahkamligi, qattiqligi solishtirishda bo'ladi. Modul professiya, то есть ham mustahkamligini agar solishtirishsa, polimerlarda metallarga teng qiymatlarga tashkil ega. Hozir oxirgi 20-30 yildan beri nanotexnologiyalar rivojlangan. Bu показателlar hozir bundan ham yuqori. Masalan, metallardan faqat buzilish informatsiyasi ancha katta bo'lgan farqida va boshqa moddalarga nisbatan polimerlarda bitta farqi bor, fizik holat bor, yuqori elastik holat deyiladi. Hech bitta materialda fizik holati yo'q va shu umumiy xossalariga o'zini hissasini qo'shish bo'yicha qarab chiqamiz. Bugun pastdagi bu kompozitlar, o'sha stereoplastik, ham mexanik xossalari agar zichlligini hisobga olganda metallarda даже hozir yuqori darajada olgan materiallar juda ham ko'p. Mana shularning asosida birinchi nima deydi, polimerlarni eritmasi fizikasi ancha rivojlangan. 60-yillari Florida degan Amerika professori berishgan. Mana shu polimerlarni zanjirlarning statistikasi bo'yicha va eritmadagi qonunlari, polimerlarni eritmadagi qonunlar. Bu yerga keltirilgan chap tomonda ko'rib tursak, polimerlarda monomer degan qaytaradi degan signalni razmeri bor. Masalan, polietilenda sarshikka, boshqa polimerlarga sar mezonosining tuzilishi va o'lchami sal yuqoriroq. Shuning uchun bir-biriga nisbatan korrelyatsiya yo'qolgan paytida, mana chap tomonda ko'rsatilgan ikkita burchak, birinchisi valent burchagi, ikkinchisi ikkinchi monomerni hozirda shu 360 gradusda aylanishi mumkinligi ko'rsatilgan. Agar o'zaro zanjirni radikallari bir-biriga ta'sir qilmasa, rus tilida
Свободно сочинение цепочки deydi. Xo'sh, shunaqa maxsus o'zaro ta'sirlari yo'q. Bularning nisbatan shuning uchun mana shu monomerlar bir-biriga bog'lanib, alfa va fi burchagi o'zgarishi chegarasi borda. Shu потенциал взаимодействия deydi. Birinchi chegarasi ko'rsatadi zanjirni boshida va oxiridagi masofasi o'z aslida Gauss funksiyasiga bo'ysunadi. Aniqlashimiz mumkin. Shu masofa monomerlarda radikallarning o'z-o'ziga ta'siri orqali qanaqadir chegaraga egalik. Shuning uchun masalan 3-chi monomerimizga shu yo'nalishda ketmaydi, boshqa tomonga aylanishi mumkin. Nima deydi? Bu chegarada shu fazil eritmada o'zini shakli qaysi shaklga ega bo'lishida bu klubok shaklida bo'lishi mumkin, yoki sal cho'zilgan shaklda, yoki umuman ichida stерженьga o'xshash konformatsiyaga ega bo'lishi mumkin. Chap tomonda ikkinchanli polimerlar uchun mana shunaqa masalalarda keyingi sintez paytida bo'layotgan monomerlar korrelyatsiyasiga oldingi monomerlarga korrelyatsiyasi yo'q jarayonda segment aniqlaydi. A deb qo'ygan segment shu o'z molekulyar og'irligini gapirganda ko'pi shu segmentni n ga ko'paytiradi, ko'rsatish uchun qancha segment shu zanjirda borligi. Bu egiluvchanli polimerlar uchun H2 1/2 bu zanjirni boshi va oxirgi masofasi va shuni yana qaytarib o'taman, taqsimlanishi Gauss funksiyasiga bo'yicha. Agar egiluvchanligi juda ham kam bo'ladigan bo'lsa, biz bunaqa polimerlar masalan ham ishlaydi. Shu polisaxaridlar ko'proq shu polimerlarga kiradi. Ularning segmentlari juda kattaroq bo'ladi egiluvchanli polimerlarga nisbatan va uni o'zini metodikasi bor aniqlaydigan persistentlar deydi. Usulda va shu segmentlarni razmerini farqi keyingi polimerni уже oddiy blok sifatidagi tola sifatida ta'siri juda ham kuchli. Va shuni birta hozir misollarda ko'rsatishga harakat qilaman. Marhamat, keyingi ularda ko'p ishlar, izlanishlar modifikatsiya yo'nalishida eritmada olib boriladi. Lekin mana shu hisobotlarda, seminarlarda shu narsaga, shu jarayonni olib borayotgan yosh olimlarimiz e'tibor berishmaydi. Harakat qilamiz har safar shuni hisobga olishni. Agar shu narsa amalga oshsa, qiziqarli natijalar olish iloji bor. O'zi eritmada bu yerda chap tomonga ko'rsatilgan klubok shaklida, bu aytdim, agar segment razmeri bo'lsa, sal shakli boshqacha bo'ladi, lekin vaqt bo'yicha shu suratni olib tursanglar, baribir bir koordinatsiya sfera beradi. Masalan, koordinatsiya sfera yonida sal tikilgan mana shu kluboklar zanjirlarning ichida qanaqadir funksional guruhlar bo'lsa, o'zaro ta'siri kuchli bo'lsa, fazol perixod bor, klubok bo'ladigan, juda ham zichligi yuqori darajaga oshishi mumkin. V ko'rsatilgan. Keyin sapolimerlar degan bor. Sapolimerlarda ham har xil, buni ham har xil misolga ko'rib chiqamiz bugun. U ikki xilda eritmada o'zini olib borishi mumkin. Qaysidir komponentni miksiyalarni hosil qilishi mumkin yoki segregatsiya deyiladi. Ustida ajratib o'zi qanaqadir tutilishga ega bo'lishi mumkin. Mana shu segregirovni sistemalar ham juda qiziqda. Masalan, biz yaxshi bilamiz, SBS degan 3 blok sapolimer borda, polistirollar
masalan, shu yo'l qurishida juda ko'p ishlatiladi, eng yaxshi modifikator hisoblanadi. Bu shu ABA sistemalari har xil tuzilishlarga ham ko'rsatadi. Hozir gap ketyapti shu koordinatorni sferani tashkil qiladi eritmada va ko'rsatilibdi yer mana suratida. Nima deydi, doimo bu yerda gap turadi, konsentratsiya bo'yicha ko'p o'zgarishlarni olib borasizlar shu modifikatsiya jarayonlarida. Bizlar aniq bilishimiz kerak, eritmasi qaysi holatda. Mana shu o'zini klassifikatsiyasi borda, razbavleniya deydi, konsentrирование bo'yicha ham o'zi bo'linadi. Shu razbavleniya deganda Debay kiritganda kriteriy bir taqsim xarakteristik qovushqoqligi. Bundan oldin bizlar aytayotgan qovushqoqlik terminlar juda ko'p. Masalan, nisbiy qovushqoqlik bor, bu qovushqoqlik rastlaryательный va rastvorli farqi bo'yicha topiladi. Удельный вязкость bor, bu shu rastlaryательный bilan rastvorli qovushqoqlik ayirmalarga bo'lingan rastlaryательный qovushqoqligiga приведенный вязкость deyiladi. U shu bilan удельный вязкость konsentratsiya bo'yicha quriladi va xarakteristik qovushqoqligi aniqlanadi. Shu xarakteristik qovushqoqligini razbavleniya bilan konsentrирование farqi borda. Bir taqsim xarakteristik vязкости u molekulyar og'irligiga bog'langan parametr, qaysi bir konsentratsiya shu eritmani va bu yerda bir taqsim xarakteristik vязкость keltirilgan. Ammo lekin shu kriteriyni boshqa temaga o'tkazsa, xarakteristik qovushqoqligi konsentratsiyaga ko'paytirilgan birdan kam bo'lsa, razbavleniya raствор hisoblanadi. Bu suratda mana shu yerda koordinatsion sferalar bir-biri bilan kontakt qilmagan holda. Shuning uchun razbavleniya deydi. O'zi aslida masalan, siz konsentratsiyani 1% tayyorlagan bo'lsanglar, o'zi aslida shu koordinatsion sferada konsentratsiya sal yuqori bo'ladi, 3% ga yuqoriroq bo'ladi. Va konsentrирование o'tganda shu qovushqoqlik xarakteristik ko'paytirilgan konsentratsiyaga birdan oshiq bo'lsa, o'sha konsentrирование raствор deyiladi. Mana shu koordinatsion sferani bir-biri bilan o'zi ta'sirini ko'rish mumkin. Faraz qilinglar, sizlar modifikatsiya jarayonini o'tkazyapsizlar. Mana shu sharoitlarda har xil vaziyat bo'ladi. То есть to'g'ri o'tkazish anaqasi yoki qaysidir zanjirning funksional guruhlariga sizlarni modifikatorni o'tkazish yo'li ancha qiyin bo'ladi agar konsentrирование bo'lsa. Razbavleniyada o'zida problemalar bor. То есть nima deydi, chiqish jarayoni ancha past bo'lishi mumkin. Mana shularni hisobga olib agar ishni olib borsa, men o'ylayman, qanday natijalar olish mumkin va agar maqsad ancha maksimal funksional guruhlarni primer analogik ko'rishga deydi. Shuni maqsad shunaqa bo'lsa, unda razbavleniya rastvorlarda ishlash kerakligi xulosa kelib chiqadi. Ikkinchi narsa, rastlaryательlar bor. Mana oxirgi seminarlarda ko'p e'tibor berdim sizlarga. Rastlaryательlarning o'zlarining ko'p parametrlari bor. Qaysi sredada sizlar o'zinglarni parametr bilan ishlayapsizlar. Ben de misal sifatida keltirdim dimetil sulfoksid, dimetil paramid, metil peroxidol. Qaranglar, qancha parametrlar muhim. Birinchisi, polarity index degan rastlaryательning polarnosti. Bu parametr faqat javob beradi shu polimerni erish qobiliyatini ko'rsatadi. Ikkinchi, surface tension, то есть поверхностное натяжение deymiz, hozir elektrospiningda shu narsani hisobga olish kerak deymiz, chunki ikkita kuch ketyapti. Elektrik maydonida cho'zish kuchi va konkurensiyasi shu поверхностное натяжение. Uchinchisi, dielektrическая проницаемость, conductivity deydi. Bu ham juda muhim, chunki nima deydi, shu dipollar bo'lishi va boyagi ikkita kuchni konkurensiyasiga ta'sirini ko'rsatadi. HLB degan parametr bor, bu hidrofilik, lipofilik balans deyiladi. Bu har ikki molekulada o'zi shu hidrofobni va hidrofilni qismi bor. Bu yillar o'tgan
ham hisob qilib berishi mumkin. То есть qayerda elektronniy zichligi yuqoriroq, то есть больше ответственность за гидрофильную часть, да, и гидрофобная. Вот этот параметр, bu parametr 0 bilan 20gacha o'zgarishi mumkin. 20 degani u to'la gidrofil xarakterga ega, 0 u 100% gidrofob. Lekin unaqa molekulalar yo'q. Har bitta molekulada ham gidrofil ham gidrofob qismi bor va shuni e'tiborga olish kerak. Bizlar bu narsani perovskitda prekursorlarni eritmasini tayyorlab turib va shu substratga yaxshi plyonka, uzluksiz plyonka olishda mana shularni hisobga olmasak, doimo uzluksiz paydo bo'ladida, keyin konversiyon parametrlari juda ancha past. Lekin sizlarni mana shu kimiklarimiz ko'p jarayonlar orqali mana shularni hisobga olish kerakda. Qaysi rasul? Endi yana Floriga qaytsak, Nobel mukofotini olgan edi. Polimerlar bo'yicha birinchi olgan. U ko'rsatgan birinchi решеточный model deydi. Har bitta zanjirni o'zini решеткаga joyi bor va rastvoriteliga nisbatan almashtirish jarayonlari orqali topgan kamchilik bo'lgan, keyin uni yana rivojlantirib olgan tenglamasi shu osmotik bosim bo'lingan konsentratsiyaga Fourier protoliga yo'lganda Biryanlik koeffitsiyentlar paydo bo'ladi. A2 degan. Shu A2 koeffitsiyenti ko'rsatadi yaxshi rastvoriteli 0 dan yuqori, yomon rastvoriteli A2 0 dan kam va teta rastvoritelilarda bu 0 ga teng. Lekin teta temperatura deydi. Agar sizlar o'zingizlarni jarayonga shu zanjiriylar bo'ladi fazoviy konformatsiyasi faqat kimyoviy tuzilishi bilan aniqlanadigan bo'lsa, shu teta rastvoritelilarni topish kerak. Teta rastvoriteli topish qiyinroq, lekin temperatura bo'yicha topish mumkin. Shu A2 0 ga teng qilishi mumkin. Unda bu zanjirli konformatsiyasi yana qaytarib aytayotgan kimyoviy tuzilishiga bog'liq. To есть konfiguratsiyasi atomlarning bog'lanishda. Va shunda mana shu koeffitsiyentlarni ko'rsatadi. Bitta polimerni har xil rastvoritlarda molekulyar og'irligini yoki qovushqonlikni aniqlayotsalar har xil qiymat chiqadi. U ko'proq bog'liq polimer o'zaro ta'sir kuchlimi, polimer rastvoriteli yoki rastvoriteli uchta o'zaro ta'sir parametrlari bor. Shular zanjirlarni konformatsiyasini eritmadan aniqlaydi. Razbarni rastvoriteli bu zanjirlar bir-birining ta'siri yo'q. Konsentrированный раствор boyagi bir-biridan to'xtashni boshlasa, konsentrирован. Shu narsa yuqori o'lchamga teng segmentlar uchun sal boshqacharoq, lekin boshqa qonunga bo'ysunadi. To есть razbarda konsentrированный o'tish molekulyar og'irligi qiymati bo'yicha oldinroq shu vaziyat keladi. Atak boyagi произведение характеристическая konsentratsiyaga qancha molekulyar og'irligi yuqori bo'lsa, shuncha konsentratsiyasi pastroq bo'ladi. Razbarda konsentrированный o'tish. Tushunarli. Keyingi endi makromolekulalar konsentratsiya bo'yicha sizlar o'zgarishlar kirityapsizlar. Konsentrированный rastvorda keyin rastvoritельni ajratish va блочный состояние o'tish bo'yicha polimerlarda juda ko'p molekulyar tuzilmalar bor. Molekulyar tuzilmalar deganda bizlar hozir har bittasini etapini qarab chiqamiz. Molekulalar bir-biri bilan bog'lanishi, o'zaro ta'siri, konformatsion parametrlari va ikkita xil polimer bor. Sizlar bilan suhbatlarda gapiramiz. Amorfniy polimerlar va amorfniy kristallistik deyiladi. Biz kristal holatga o'tish qobiliyatiga ega zanjirlar o'zlar bu simbiyotik va izotok hisoblanadi. Ataktik hech qachon kristal holatga o'tmaydi. Shuning uchun har xil molekulyar tuzilmalar bor. Dendritli struktura, sferoidli, plastinchli yoki globulyarli
eng qizig'i shu, bizlar har xil usullar qidiramizda shu materialni, shu polimerni kamchiliklari bo'ladi. Masalan, metallik hosillarga yoki bozorda o'zgartirish mumkin. Buning uchun shu polimerni juda ham yaxshi bilish kerak. Это сложно. Следующий слайд. Shu boyagi usullarni boya sferali dedimu hamma yerda ko'rgansiz. Вернитесь, я вот покажу. Tepadagi ikkinchi pastdagi mana shu o'rtada перед mexanikada. Mana shu sferaliklarni следующий slaydda. Tuzilishi juda qiziqda. Masalan, egiluvchanli zanjirlar uchun kristallizatsiya jarayoni rus tilida kristalli сосложенцы deydi. O'z o'ziga yotib turib zanjirlar boshida lamella beradi. Mana shu qismi. Lamellalar hammasi birlashib turib kristallit beradi. Kristallitlar birlashib turib mana shu sferalitni radialniy qismini tashkil qiladi. Uni polarizatsiya mikroskopda ko'rsak, suratda optik prezentda shu sferalitni razmerlari juda muhimda. Masalan, razmerlar katta bo'lsa, mexanik xossalar uncha yaxshi emas, lekin epsilon deformatsiyasi yuqori. Agar shu sferalitlarni 100 mikrondan 30-40 gacha tushirsa, boyagi aytgan narsa ancha predel tekuchlikda shu mexanik xossasi va mustahkamligi ancha oshadi. 30-40% oshadi. Следующий. Boyagi shu nabujlarning strukturaga dinamikasini qarab chiqish uchun birinchi первичный o'yin deydi. Bu zanjirni kimyoviy tuzilishda o'z konfiguratsiyasi va boyagi chegaralar shu yerdan paydo bo'ladi-da. Qanaqa shaklga ega bo'ladi zanjir? Potensial торможенияni qiymati va nima deydi, qaysi diapazonda o'zgarishi mumkin. Birinchi, ikkinchi o'rin deydi shu molekulyarniy forma, qanaqa zanjir shu kimyoviy tuzilishiga bog'liq konformatsiyaga ega bo'ladi, shakli. Uchinchi o'rinni shu zanjirlar bir-biriga ukladka deydi, yig'ilishi. Biz raствор to'g'risida gap ketsa, konsentratsiyasida ko'paytirib borsak, yoki rastlasak, ukladkasi boshlanadi va to'rtinchi o'rin boyagi aytgan sferaliklar, pashli kristallar va hokazo. Shu formalari narsalar struktura juda ham ko'p. Lekin bir narsani aytish kerak, masalan, shu ukladkasi paytida bu hozir ko'proq kristal holatga o'tadigan zanjirlar uchun, ammo lekin zamonaviy amorf polimerlarni va kristal holatga o'tish polimerlarni aniq surati bor. Masalan, amorf polimerlar uchun tarjima qilamiz hozir. ТСК degan modelga ega перекрывающийся статистический блоки deydi. То есть bloklar bir-biri orqali o'zining shaklini yo'qotmasdan shu bloklarni tashkil qiladigan. Bu amorf polimerlar oldin noto'g'ri fikr bo'lgan qaytishni deydi. Qaysidir fazada nima deydi, o'qarilishning joylari ham bo'lishi mumkin, lekin u model o'tmadi, chunki zanjirni boshqa mohiyatda emas qolgan, to'g'ri kelmagani uchun eksperimental isbotlashmagan, shuncha hozir shu PSK model deydi. Zamonaviy model amorf polimerlar uchun. Kristal holatga o'tish polimerlar uchun modeli shitlar bo'ladi, elektroshitlar. Такого распределительного щита считается. То есть, shu упорядоченный joylari shu yerda, egiluvchanli polimerlar uchun lamellalar, kristallitlarda segmenti juda yuqori qiymatga ega. Masalan, yana polisaxaridlarga qaytib kelsak, ular shu распределительный щит bo'yicha fibrillярный kristal tuzilishini beradi va ularning shu ishlar yaxshi rivojlanyapti. Shu zanjirlar uchun
nano zarrachalar shu kristallit qismini gidroliz qilib chiqarib, farqi bitta, proseslar bitta hajmda kerakli funksional guruhlarni zichligini oshirishga, shunaqa modda zarracha olishga harakat qilsam, uni xossalari amor zanjirlar qo'shilganda farqi bir ikkita jarayonlarda juda katta bo'lishi mumkin. Bu mana shunisi ham ishlarda ko'rsatilgan. Umuman olganda, mana shu o'rtasida keltirilgan birinchi nafasi bu egiluvchanlik uchun urug' A'da turibdi. Keyin lamellalar chap tomonida, keyin уже cho'zilgan mexanik xossalarni o'rganayotganda, mana hozir bu to'g'risida ham aytaman. Masalan, bir predelga chiqadida, keyin zanjirlar bir-biriga nisbatan qanaqadir baland hosil qilishga harakat qilishadi. Va oxirgisi shu har xil strukturalarni yig'ilishi, aralashmasida biz hech qachon siz mana shu bitta strukturasini отдельно chiqazaman deb harakat qilsangiz ham olish qiyin, chunki bu jarayon vaqt bo'yicha zanjirlarda o'zini defektlari bor, molekulyar og'irligi har xil, taqsimlanish nisbalarini ifodasi ham bor. Shu tuzilishga ancha o'zgarishlar kiritish mumkin. Endi razmerlar to'g'risida. Razmerlar to'g'risida ko'plarda universitet diskussiya bo'ladi va ko'p yerda ham mana shu ko'p obzorlarda ham yozishadi. Shu 100 nanometrdan qayta bir o'lchami past bo'lishi kerak. Bu noto'g'ri terminologiya. Shu nano razmerlar deganda ko'proq shu funksionallik to'g'risida gapirishimiz kerak. Qaysi razmerda qanaqa funksional xossalari juda ham aniq qo'yilgan paytda bunda shu nano zarrachalarni, endi nano tuzilishi shunaqa natijalarga olib kelganini isbotlash mumkin. Shuning uchun sizlarga bitta razmerlarni ko'rsatyapman. Bu qismi bu 1000 nanometr, то есть уже микронный, bu polikristallistik polimerlarda elementlari, boyagi kalsiferamin pachkalari. Bo'lsa polimerda уже segregatsiya bo'lingan paytda va yana bo'lsa bir juda ajoyib polimerlar bor, suyuq kristallar deydi. Bu navbatlar paytida ancha rivojlangan. Butun dunyo bo'yicha birinchi shu Sovetskiy Soyuzda boshlangan. Bu mana shu domlalarimiz, ulug' olimlar, bu Gabanov, Plate, Popov degani bor, shu jiddiy kristallar bo'yicha ancha o'zini hissasini qo'shgan. Ko'lichkin degan, ishga kelgan biologiya bo'yicha to'g'risida ham bir ikki og'iz so'z aytaman. Ikkinchi, 100 nanometr atrofida уже boyagi kristallitlar, har bitta qatori mana shunaqa lamellalarga ega. Lekin butun kristallitlar razmerlari shu 100 nanometr atrofida o'zgarib ketadi. Bu 1000 angstrom, qolinligi sal kamroq, lekin poперечный razmerlar katta. Bo'lsa polimerlarda уже segregatsiya, boyagi SBS deganida bitta komponenti bitta shaklga ega bo'ladi, ikkinchi komponenti уже matrica masalan. Jiddiy kristallarda уже porядок paydo bo'ladi. Bitta ham har xil porядоклari bor. 10 nanometr уже bu zanjirlar boyagi lamellalarni uzunligi, то есть uni ham bizlar ideal bitta chizilgan. Muqaddimliklar ancha ko'p shu narsani o'rgangan. Lamellalarni ham qalinligi o'zgaradi, lekin nima deydi, ruslarda совершенство deydi. Mana shunaqa bir o'lchamga ega lamellalar, masalan, erish temperaturasini yoki mexanik xossalari sal boshqacha bo'ladi. Chunki lamella yotayotganda qanaqadir sabablar orqali cho'zilib o'sishi mumkin yoki proqatli zanjir bo'lib boshqa lamellaga o'tib ketishi mumkin. Mana shu razmerlari, значит, 1 nanometr уже zanjir, просто zanjirni masalan
bularning zanjirini bilasan, u ham zarshak ketash polietilenga o'xshadi, to'g'ri amid guruh bor, yana CO degan peptidli gruppa. То есть diametri shu zanjirni примерно bir 0,36-0,5gacha boradi. Bu nanometr bo'yicha. То есть bu mana shu zanjirlarni qilib va bundan pastroqi o'sha gap astrenda to'g'risida bu elektron tuzilishi. O'ng tomonda ko'rsatilgan zanjirlarni xillari, masalan, lineyniy, sikliskiy bo'lishi mumkin, yulduzga o'xshagan, cho'tkaga o'xshagan, mikroger, setka, ikkinchi qator bloksa polimerlar, o'sha ikkita monomer, ular ham har xil strukturada tashkil qilishi mumkin. Jidkokristalliskiy, то есть kristallar va multi-komponent sistem deydi. Bu ikkitami, ko'proqmi? Bu o'sha kompozit materiallar, masalan, ikkinchi fazasini to'ldiruvchi sifatida yoki polimer aralashmalari kompozitsiyalarini olish bo'yicha shunda juda ham muhim morfologiyasi, то есть matritsa, qaysi polimer va ichida dispers fazasi qanaqa holatda. Bu metallar bo'lishi mumkin, hozir mana laboratoriyasida shurikada qaydab bizlar polimer metallar bilan ishlaymiz. Ularni ham shakli har xil, elektron tuzilishi, funksiyonalligi va shularni kerakli diapazonda o'stirish o'zini usullari bor. Lekin qaysi maqsadda qilinyapti, qanaqa xususiyatlar polimerga berish bo'yicha bizlarda ham shu tomondan sal bo'shroqda. To'g'ri, qaysidir xossalar topiladi, boya 15%, 20% o'sadi, ammo lekin global bir qanaqadir katta muammo qo'yilib va shu narsa amalda ko'rsatilgan ishlar sal bizda kamroq deb o'ylayman. Пожалуйста, следующий. Endi shu polimerlarni tuzilishiga sizlarni e'tiboringlarni bir jalb qilyapman. Bu ham juda muhim momentda. Zanesti o'zi mana shu blok holatda ishlaydigan laboratoriyalar juda kam. Ko'pchilik shu rastvorda ishlashadi, kompozitsiyani oladi, keyin ya plyonka sifatida yoki poroshok sifatida olishib, tez pastga tushib, tuzilishini, uni buni o'rganishadi. Lekin blok holatda hatta birta kompozitsiyalarda mexanik xossalarni aniqlaganini ham ko'rganman. Shunda ko'p xato qilinadi va kristal tuzilishiga, masalan, rentgenlarni ishlatish bo'yicha Nurbek ancha o'zini hissasini qo'shyapti shu yo'nalishda bilimlarimizni kuchaytirish. Ammo lekin hali massaga ta'sir qilganini ko'rmayapman. Amorfli polimerlarni boya aytdim, oldingi versiya bo'yicha mana shu pachkalar. Lekin bu pachka modeli ishlamadi. Bu eski surat. Boya PSK modeli ishlaydi. Kristal polimerlarda 3 yo'nalishga o'zi elementarli yecheklarni qaysi tekislikda o'sishini diffraktogrammadan olish mumkin. Bu yerda juda ko'p kristal tuzilish elementlari borda, simmetriya bo'yicha. Siz masalan har ikkita yo'nalishda o'zini takrorlaydigan tushunish chiqsa, nafaqat shu sodda vaziyatda qanaqadir peremesheniyalar orqali keyin fazada bo'lib uchraydigan bo'lsa, bu simmetriya sal murakkabroq, lekin bu ham kristal fazaga kiradi. Aslida shu jarayonlarda, modifikatsiya jarayonlarida juda ko'p informatsiya berish mumkin. Nima uchun o'sishi mana shu yo'nalishda yoki qanaqa sabablar orqali shunaqa o'syapti. Lekin uni tahlil qilgancha bilish kerak, nimani olayapti, qanaqa tuzilishga ega kompozitsiya yoki polimer metal yoki har xil modifikatorlar qo'shamiz. Masalan, gemosolventlar shunaqa vaziyatlarda keyin har xil davrlarni qo'shamiz. Maqsad mexanizm, kutilayotgan mexanizm bo'yicha oldin fikr bo'lish kerak va shu tuzilishga ega bo'lish uchun harakatlar qilish kerak. Ikkinchi, to есть uchinchi, ikkita holatda doimo birga 100% faqat monokristallar olish mumkin. Agar kristal faziga o'tadigan zanjirlar bo'lsa, hamma polimerlar kristal faziga o'tadigan amorfli kristalliskiy deyiladi.
uni darajasini o'zgartirish yo'llari bor. To есть, masalan, qaysidir polimerda eng maksimalni 60% bo'lsangiz, tepaga kirsangiz, uni 80-90gacha ham olib borish mumkin. Qaysi vaziyatda va qaysi sharoitda ko'rish. Boyagi aytgan mexanikalar juda ancha diapazonda o'zgarishlar, kuchaytirish iloji bor. Endi sal-pal mexanikaga aytsak, polimerlarda juda mexanikasi qiziqarli. Boya aytdim, hamma moddalar, mana shu dunyoda aniq moddalarni ichidan farqi bor. Yuqori elastik holatga ega, katta deformatsiyalarga. Ikkita temperaturasi bor. Shisha holatga o'tish harorati va erish harorati. Buni почти o 200-300 gacha boradi shisha holatga o'tish. Biz bitta polimerlar shisha holatga o'tish, masalan, egiluvchanligiga prямо proporsionalda. Masalan, poliolefenlar segmenti juda kichkina, angstremlar. U faqat xona haroratida yuqori elastik holatda. Uni shisha holatga o'tirish uchun minus 50-60 gacha olib borish kerak. Unda boyagi bu qonun bo'yicha deformatsiya shu pastdagi mashinada kuzatganlarda modelini aniq aniq. Bor polimerlar xona haroratida shisha holatda. Shisha holatda, masalan, bu polyamid, polimetal mutakarrir, borstipol deymizmi, stolda qo'yiladi. Ular shisha holatga, to есть yuqori elastik holatga o'tishi 90-60-100 gacha boradi. Biz xona haroratida shu shisha holatda. Va oqchamli holatda ko'p mana shu mag'azin ko'proq shu boyagi o'nta polimer juda ko'p hayotda ishladi degan polimerlar to'g'risida gapiraman. Lekin shunaqa polimerlar bor, injenerniy plastiklar deydi. Yoki особый, специальный назначение polimerlar bor. Ularning ham mexanikalari, ham haroratlari mana shu shisha holati практически yo'q. Faqat erish harorati ham degradatsiyaga yaqin haroratga ega. Shuning uchun ularni переработкасы juda qiyin. Ammo lekin metallarda xotiralari ancha kuchli. Agar ishligini hisobga olgan holda следующий shuni nima deydi, har xil o'zgarishlarni ko'rsatib aytdim. Masalan, mana shunaqa bog'liqlar bo'lsa, просто shisha holatga o'tishga qaranglar. Bu o'sha tarbatibma emas, kremli bor, asosiy zanjirda minus 23lik bor. То есть bu xona haroratida bu заведомо уже yuqori elastik holat. Agar polietilenga bo'lsa 90 minus 93 gacha, bunaqa bog'liq bo'lsa polisoprijonni minus 85, 67 agar kislorod asosiy zanjirga kirsa. Lekin sikllar paydo bo'lsa, уже bitta harakatda qatnashish temperatura bo'yicha ancha yengil. Shuning uchun bitta 83. Bu yerda ko'rsatilgan qanaqa kuchlar bor? Oddiy van der Waals kuchlar energiya bo'yicha agar nima deydi, klassifikatsiya qilsa, juda ham past, 1-2 kilokaloriya. Dipollar, уже dipollar har xil kuchli bo'lishi mumkin, 40-50 gacha ham borishi mumkin. Vodorodni bog'liqlar 10 gacha yaqin, aytishga 12 ga yaqin borgan. Crosslinking ionli связь orqali uni ham energiyasi vodorodni svязьdan ancha yuqori va nima deydi, tikilish jarayonlari. Bizlar mana shunaqa tuzilishlarni hosil qilishimiz mumkin shu funksional guruhlar orqali. Bu yerda ko'rsatgan просто alkilni zanjirlarini ko'rinishi vodorodda minus 93, metil guruhida minus 20, CH2 24, H5 agar zanjirni alifatik zanjirdan ancha uzunroq olsak minus 40, undan ham uzoqroq minus 50 va bu yerda ko'rsatilgan agar bo'yicha zamesителlar, masalan, metil guruhi, xlor va azot. Biz iloji bor shu parametrlarni, polimerni ishlatish jarayoni yoki taklif berish qanaqadir detallar sifatida yoki elementlar
iloji bor shu asosiy parametrlarni temperatura bo'yicha o'zgartirish. Следующий. Endi mexanikadan kuzatish uchun oddiy mana shu koordinatalarda olinadi, endi sigma epsilon bu uzilgan tochkasi mustahkamligini ko'rsatadi. Buni maydoni shu ketgan kuch ko'paytirishlarni nima deydi? Yo'qotish va bunaqa tochka bo'lishi mumkin. Bu predelga chiqadi, keyin buziladi. Mana shu mexanikasining поведенияsi shu polimerni qaysi holatda? Shuning uchun misol sifatida oxirgi grafikda ko'rsatilgan temperatura bo'yicha shuni modellash mumkin. То есть past temperaturada, masalan T1, juda past temperatura. Nol uziladi. Mustahkamligi katta, lekin epsilonni juda kichkintay. Bu bog'liq siz qaysi polimer bilan ishlayapsiz. Agar sizni polimeringiz qanaqa haroratda sinovlarni o'tkazamiz, minusda bo'lsa, как shunaqa sigma epsilonga ega bo'ladi. Agar yuqori elastik holatda bo'lsa, T6. Lekin любой polimerni qanaqa haroratda yuqori elastik bo'lsa, mana temperatura bo'yicha bo'l mexanizmiga o'tish temperaturasini aniqlash mumkin. Biz har xil modifikatsiya jarayonlarini qilamiz, to'ldirilgan polimerlarni shularni kontrol qilish iloji bor deymanda, qaysi mexanizm bo'yicha tuzyapti. Пожалуйста, следующий. Endi shu kristal tuzilishi ta'siri juda hamma razmerlar ko'rsatilgan, fibrilla, sferolitlarni o'zi zichligi, masalan, bu polietilenda ko'rsatilgan, doimo shu zichligi amorf fazasi zichligi bilan kristal fazasi zichligining orasida bo'ladi. To есть yig'indisi orasida emas, yig'indisi qancha shu kristal fazasi hajmi yuqori bo'lsa, shuncha zichligi yuqori bo'ladi. Va bu yerda ko'rsatilgan shu polipropilen asosida boyagi aytgan ko'pi juda ham tiniq, sal oqargan va oppoq. Bitta polimerda shunaqa u shu boyagi narkotiklarni elementlarni razmeriga bog'liq. Qancha kichikroq bo'lsa, shuncha tiniq bo'ladi. Mana ko'rsatilgan bu oxirida, bu ikkinchisi yan moduli bo'lyapsa, nukleant katta sferada bo'lgan bo'lsa, modulyumga oshadi, keyin nima deydi, uziladi. Qolgan ikkitasida, ikkita nukleantda xuddi yuqori elastik holatga o'tirish mumkin va moduli past, lekin deformatsiya jarayonini kerakli diapazongacha olib borish mumkin. Plastik hosillar. Plastichnik, ya'ni следующий. Endi boyagi molekulyar og'irligiga qaytib kelsak, juda ham muhim narsada bu solishtirish uchun uglerod atomi birdan to'rtga bo'lsa, qaynash harorati 30 gradusdan kam, bu gaz, gaz типично используем isitishga ishlatiladi. 5 dan 10 gacha bo'lsa, bu benzin, 11 dan 10 gacha kerosin, bu yog'lar, yoki fraksiyalar, 13-17 da 18-25 bu og'ir fraksiyalar, gazga yetkaziladi, qolqoqlik, yo'li. Bu ham xabar berib turishadi. И уже mana волк, bu уже низкомолекулярный, masalan, poliэтилен уже разложение, то есть gaz holatiga o'tmaydi. Bilasizlar, polimerlar yo'qotadi va 50 dan 1000 gacha разложение. Agar 5000 dan ortiq bo'lsa, bu oligomerni qismi. Уже mexanik xossalari ancha o'zgarishi, molekulyar og'irlikni oshirsalar, uncha katta diapazonda o'zgarmaydi. Bu molekulyar og'irliklar bo'yicha ham ko'p yoshlarimizdan so'raymiz, qayerda taqsimlanishda joylashgan va qaysi xossalarga javob beradigan molekulyar og'irliklar. Masalan, srednechistli degan, sredneviyasli bu mexanikasiga ta'sir qiladigan,
srednyi весовой deganda bu qovushqoqligiga javob beradigan molekulyar og'irligi Z degani u nima deydi shu rasmlarni cho'zilish hosillarga javob beradigan. Пожалуйста, следующее. Endi shu xossalari molekulyar og'irligi taqsimlanishi bilan bog'liq. Bu bizlarda molekulyar og'irligi bo'yicha ko'ryapsizlar. Mustahkamligi uchun mustahkamligi. Qaysidir molekulyar og'irlikgacha резко oshadi-da. Bu oligomerni qismi. Kommersiy markalar mana shu diapazonda bitta shu mavzu chizilganda bir qanaqadir informatsiya cho'zilsa keyin qo'yib yuborasizlar qancha vaqtda o'zini qo'yadi. Yoki qovushqoqlik bo'yicha. Hammasi oshib boradi, lekin o'sha zarba ichidagi uchun molekulyar og'irligi juda yuqori qiymatga ega bo'lishi kerak. Bu bitta polimer uchun. Agar zarba ichidagi kompozitsiya yaratish bo'yicha unda polimer ayrılışlar qilish kerak. Maxsus tuzilishlar, masalan, dispersion fazi ikinci polimer bo'lsa, shunga razmerlari qancha kam bo'lsa, unda mexanizmi трещины серебряные или крест illyustrida shu mexanizm orqali ancha kuchaytirish mumkin. Molekulyar og'irligini taqsimlanishi har xil bo'lishi mumkin. Mana shu eng qizig'i V deydi. Bimadan распределение как раз tomonlar shunaqa nimalardan olish imkoniyati ham bo'ladi. Следующий. Polimerlarni man hozir to'xtab hammasini bilasizlar. Statistические, чередующиеся, привитой, keyin tribloklar bor, multiblok, starblok polimerlar следующий. Bu polimerlarni qilish maqsadi ham shu xossalarini, ikkita polimerning xossalarini o'rta qiymati yoki sinergizm orqali shu qiymati ikkita polimerdan yuqori bo'lish uchun. Ana boyagi primer aytganim bu SBS triboksirol butadiensterol juda ham zo'r polimerda mana shu. Ko'rdingizlar, morfologiyasi 28% polistirol bo'lsa, polistirol silindrlari butadien matritsada. Agar 45% bo'lsa, lamellarni bo'ladi polistirol. Klassik-da. Agar 74 bo'lsa, уже butadienni silindrlari polistirolni matritsada. Mana shu asfalt uchun juda ham yaxshi modifikator. Masalan, ko'p davlatlarda shuni ishlatadi, lekin O'zbekistonda производствоsi yo'q. Lekin bizda ham harakat qilishni, bitumni hosillarni kuchaytirish bo'yicha. Следующий. Polimerlarni xossalari o'rganib, ularda shortam bor. Qo'y. SP-kortazol polipropilin chiqazadi. Buni bo'g'im polimer. Statistik va blok. Ko'ryapsizlar, zichligi ham o'zgaradi. Modul упругости 8000 dan 1800 gacha предел текущего birinchi точка, masalan, qaysidir holatga keladida va sizda уже qatlamlar bir-biriga nisbatan deformatsiyada qatnashgan paytda ancha kuchaytirish mumkin. 40 gacha, masalan, gomada epsilonni 20%. Uncha yaxshi emas. Heat distortion temperature degan u temperaturaga chidamli xossalari juda o'rtacha qiymat 65 gacha. İkinci tablitsada juda ham populyarный сополимер etilen vinil asetat va etilen sopolimeri, причем masalan kabelli produksiyada bezgalogenli kabellar deyiladi. 67% etilen vinil asetat, qolgani etilen. Eng yaxshi xossalarga ega. Hozir bizlar shular bilan ishlayapmiz. Qiyin yog'inchi оболочка qilish bo'yicha gidroksitaliminda magnit qo'shish orqali hujayra shartnomamiz bor. Mana shu polimerda shu xossalarni o'zgartirish diapazonlari ancha katta qiymatlarga ega. Marhamat, keyingi. Bizlar ko'pincha BTR-ni o'lchaymiz, то есть radiologiyaga o'tyapman. Qisman har bitta razdel bo'yicha informatsiya beryapman. Keyin agar
qiziqish bo'lsa, har bittasini chuqurroq berish mumkin-da. Mana shu narsani qilishga tayyorman. Bu radiologiyasi ABS plastik ikkita, polistirol ikkita va polimetal ikkita. Bu sharoitlar gradiyent bo'yicha, to есть переработка qiladigan asosiy sharoitda qaysi deformatsiyaga ega bo'lgan. Masalan, PTRda sizlar bilasizlar, temperaturani beradida, standartli nagruskalar bor va 10 minut ichida qancha polimer oqib chiqadi. Qancha tez oqib chiqsa, shuncha qovushqoqligi pasayadi va keyin shuni ishlatish mumkin deyishadi. Bu noto'g'ri fikr. PTR mana shu diapazonda o'lchanadi. Shear rate. Bu yerda уже ko'rsatilyapti temperatura bo'yicha qovushqoqligini farqini. Faqat katta gradiyentlarda tenglashadi bir-biriga. Shuning uchun PTR masalan bu yerda keltirmadim, lekin bitta ajoyib misol sifatida keltirilgan. PTR 4 bilan 22 da. Bu yerda farqi bunaqa, yuqori gradiyent skorostiда практически одинаковый-da. То есть qaysidir effektlarni qovushqoqligi farqi shuncha katta uchun shunaqa qiymatlarga ega deyish noto'g'ri. Bu ekstruziya diapazoni, gradiyent skorosti, ekstruziylarda bor, ko'pinglar ishlagansizlar. Agar shu diapazondagi qovushqoqlik переработкаga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa-da, ekstruziya usuli bu polimerlar uchun ishlatish mumkin emas. Bu injection molding уже bosib chiqadigan bu fiber spinning. Как раз это диапазон по электроформованию волокон. Очень большие скорости, очень большие. Здесь уже вязкость менее заметно сказывается. Здесь больше сказывается уже сила вот этого поля и плюс поверхностное натяжение самого вот этого раствора. Очень высокие скорости. Просто надо misol sifatida ko'rsatyapman. Shu e'tiborga olsa, sizga bitta sharoitda o'chganda, siz materialni yaratyapsiz, boshqa sharoitlarda hech qachon kutilgan materialni ololmaysiz. Faqat shu diapazonga tegishli makromolekularda tuzilishida o'zgarishi. Misol sifatida nima hozir shu oxirgi qaydarni отчетida pseudoplastichniy degan bir chetda to'g'ri, lekin bitta parametrlari shu narsaga javob bermaydi. Endi reologiyaga tegishli bularda to'xtamayman. Bu qonuni bor. Koeffitsiyenti Boder Jungani ko'rsatadi. Nyuton qonuni bo'yicha oqish jarayonlari uchun gradiyent skorosti deydi, koeffitsiyenti qovushqoqlik. Bu yerda misollar ko'rsatgan упругий moddalar uchun prujina sifatida yoki qanaqadir plastina zig'ida siljish jarayonida aniqlash mumkin va Nyuton qonunida masalan bu portion qanaqadir suyuqlik bor-da, u shu vязкий qismi qovushqoqlik tabiatga ega polimerni xossalarini keltiradi. Shuning uchun ko'p jarayonlar uchun modellar tuzilganda mana shu ikkita modelni prujina bilan portionni har xil qiymatlar beriladi va umumiy sizda modda anaqa xossalarga ega bo'lishini model orqali hisoblash mumkin. Следующий. Максвелл modeli bor. Bu последовательное соединение. Parallelni qilish mumkin. Ikkita parallelni bitta. Короче, mana do'stlar, mana shu ko'p modellarni ishlata biladi. Mana shu bo'yicha sizni polimeringiz qanaqa mexanik xususiyatga ega bo'lganini aniqlash mumkin. Qaysi qismi, to есть J shtrix bilan J2 shtrixlar aniqlashimiz mumkin. Hatto jismga bu kompleksli model deyiladi, chunki qovushqoqlik qismi bor. Agar faqat упругий bo'lganda kompleksli modelni ishlatish hojati yo'q. Следующий. И вот oqish jarayoni, to есть reologiyada bilamiz-da. Mana shunaqa chiziqlarni ko'pincha bu qismi va bu qismi olish qiyin. Buning o'zini sabablari bor. Yetarli darajada eng past deformatsiyalar приborlarda problema. Shuning uchun buni наибольшая newtonovская вязкость deydi, buni наименьшая.
ekonomiya nuqtai nazaridan mana shu diapazonda ishlatish yaxshi. Kamroq elektr energiya ketadi. Lekin mana shu qismi juda ham muhim. Qanaqadir tuzilishga ega sizda modda. Shu tuzilish buziladi va işte anomaliya yostiqsi deydi. Shu anomaliya yostiqsini tabiatini aniqlash juda ham muhim. Mana shu ko'p zan sotrudniklar geologiyani olganda, lekin hech kim tahlil qilmaydi. Qanaqa tuzilishga ega, qaysi diapazonda kimdadir tezroq tovushli tushib ketadi. Ular o'sha ikki shtrixni ko'rish kerak. Ular o'sha bir shtrixdan yuqori bo'ladi yoki kesib o'tish bir-birini. Mana shu reologiya qismini o'rganish, ko'p ishlatishni boshladi, lekin nazariy tomonda va modellar orqali o'zinglarni sistemada qanaqa tuzilishlarga ega bo'lishi mumkin va qaysi gradientdan boshlab shu tuzilish uzilishi topish mumkin. Oxirgi slaydlardan biri o'zi reologiya deganda ko'p tushunadi. Yaraslar. O'zi polimer shunaqa. Mana shu gaz ko'prigi degani bu tomonni boya ko'rsatdim, har xil uglerod faol moddalarni, bu mana ideal viscose deydi. То есть qovshoqli suyuqliklar, suv, yog'lar Newton qonuniga bo'ysunadigan. То есть gradient скорости bilan напряжение degani lineyniy va nakloni qovshoqligini ko'rsatadi. Ikkinchi qismi упругиlar, viscoelastic deydi. Ikkita eng o'ng tomoni bu qonuniga bo'ysunadigan-da. То есть faqat elastik xossalari pulli. O'rtasi qatran shu polimerlar o'zida ham упругий ham elastik xossalarga, elastik degan упругий viscose, то есть qovshoqli xossalarga ega. Причем bu yerda aniq ko'rsatilgan. Bular bu moddalarni rotatorli viskositetilarda o'lchash mumkin, problema yo'q. Bu gaz ko'priklarni eng muhim ostsillatorniy rejim, ostsillatorniy rejim. То есть oddiy bunda bizning polimerlar test o'tkazish juda qiyin. Nima deydi, stenkadan ajrashib ketadigan suyuqliklarda yashab relaksatsiya vaqti juda kichkintoy bo'lgani uchun stenkalardan chiqib ketadi. Shuning uchun bu yerda ostsillatorniy, то есть moddani bitta rejimda qanaqadir chastotada turgan diapazon juda katta o'zgarish o'rganish mumkin. Bu faqat упругий qismiga ega. Mana shu hammasini reologiya deyiladi. То есть o'zgartirish, deformatsiyaga ega sistemalar. И последний, по-моему, bir qiziq narsa borki, bizlar mana shu fanda davlat talab qiladi va to'g'ri amaliy ishlarni, то есть mana shu laboratoriya ishlarni, razработкаларni amaliyotda oxirigacha olib borish. O'zi aslida shunaqa bo'lishi kerak. Buning uchun mana shu Leningrad tomonidan dunyo degan Frenkel Sergeyevich bitta seminarda shu Leningradda mana shunaqa tenglarga keltirdi. Sizni razработканgizni ilmiy darajasida qancha bilim kiritilgan, hamma tomonlama o'rgangan. Shu agar texnologik amalga oshirilganda texnologiyasi ham bormi? Texnologiyasini qilish qismi shu ikkalasini произведенияsi u olayotgan produktni себестоимость, то есть narxida ko'pi mana shu texnologiya zaxiralarini qiyinroq topadi-da. Chunki fani yaxshi qilinmaganda, aniqlanmagan qaysi diapazonlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, qanaqa effektlar orqali. Shuning uchun agar texnologiya zaxiralasini aniqlayman desanglar, bu konstanta bo'lingan ayga bo'ladi. То есть qancha bilim kuchli bo'lsa, shuncha texnologiya zaxiralari kam bo'ladi. Bizlarda ham shu prinsip bo'lishi kerak. Bugun men nima deydi? Faqat bir ikkita ko'proq shu rastvorlarga e'tibor berdim va zanjirni statistikasiga. Lekin har bittasi chuqur o'rganish kerak. Nafaqat rastvorlar, konsentrированный, har xil texnologiyalar, masalan,
modda olish, plyonka, blochniy, keyin ularni temperatura bo'yicha harakati, magnetlar, degradatsiya jarayonlari, elektrosusiyatlarga ega polimerlardan, masalan, bizlar bilamiz, polisoprechenli polimerlarda ham topilgan, juda provodimlisi yuqori darajada olingan polimerlar bor. Hozir bizlar elektron sifatida transport qatnovlar sifatida ishlatyapmiz. Keyin bor, nima deydi, air shielding bo'yicha hozir bitta laboratoriyada ishlayapti. Uni ham fizikasi qiziqarli, u ham shu polimerlarni xossasiga ega, mana shu magnet va elektrический dipollarni hosil qilish, boyag'i qanaqa bog'liqlar kiritish kerak, qanaqa to'ldiruvchilar, masalan, bu yerda ham yaxshi loyiha bor, teragertz diapazon, bu juda ham katta chastotalarga ega. Bizlar X-bandda ishlaymiz, 812 gigagertz. То есть u yerda ham приложениялар ko'p. Ammo lekin har bitta mana shunaqa tashkilotlarda o'zini chuqur o'rganilayotgan ilmiy yo'nalishi bo'lishi kerak-da. Bizlarda shu narsa sal mazasi yo'qroq. Ko'p yerda ishlashga harakat qilamiz. Lekin baribir shu polimerlarda shu yo'nalish dunyo darajasida rivojlangan degan fikrni odam eshitgisi keladi. Shuning uchun men o'ylayman, shu kelajagimiz katta obzor bo'ldi, rossiyskiy yo'nalishlar bo'lishida bilmayman. Bu men o'ylayman, aqlli materiallar. Shu yo'nalish bo'yicha bizlar sekin уже nima deydi, qanaqadir shu bir ikkita glavasi borda, masalan, temperaturaga chuvsaydigan yoki namlikka yoki effekt parameti bor yoki judayam ko'p hozir shu smart material deyiladi. Imkoniyat bormi? Bor bizlarda shu narsa. Va nima deydi? Talab tug'ilsa kerak deb o'ylayman, chunki bizlar ko'p yaratgan materiallar bo'yicha fundamental nuqtai nazardan qiziqarli, lekin amaliyotda talab bo'lmadi-da. Masalan, shu zarbaga chidamli Amerikalar bilan birga ishladik, Yevropa bilan yaxshi materiallarni oldik. Talab yo'q. Lekin vaqt keladi, shunga talab bo'ladi. Shuning uchun aytaman, bu yerda o'zimizcha shu fundamental izlanishlar olyapmiz degandan ko'ra taklif bor, balki shu O'zbekistondagi korxonalarni muammolari bo'lsa, faqat chet eldan tayyorini qimmatga sotib olish. Shu muammolarni sekin bizlar o'zimiz yechishimiz mumkin. Ko'p aytadi, nima takrorlayapsa, takrorlab ko'ringlar, yaxshi rivojlanib o'tgan. Bu ham shu fundamental izlanish orqali proseslardan oldin chet elda yechilganda hech qanaqasi kamchiligi yo'q. Agar o'zimiz shu darajaga yetishsakda va bizlarning zavodlar tayyor va qimmatga olgan texnologiyalarni o'zimiz qilib bersak deyapmanda, unda bizlarda ko'proq foyda tegadi. Muhim emas, bizlarda bizlar 60 ta yosh izlanuvchilarimiz hammasi fundamental izlanishlarda qatnashish. Причем tushunarli, asoslanmagan, bu shu qanaqadir guruhlar turib, shu o'zimizning korxonalarning talablarini yechish yo'nalishida yuborsak. Ko'p fizika razdellarini men bu safar aytib chiqmadim, chunki unga ancha ko'p vaqt kerak. Aytaman, agar qanaqadir keyin talablar bo'lsa, yana bir seriya mavzular berish. Rahmat. Savollar bo'lsa, savollar bo'lgandan oldin men bir gap qilmoqchi edim. Sizni ma'lumotingiz uchun katta rahmat. O'ylayman, hamma xodimlarimiz ham shu fikrda. O'ylaymanki, shu boshida siz aytib o'tdingiz, mana shu fizika, polimerlar fizikani hozir alohida bo'limlarni yetib berdingiz. Ammo lekin 81-yilda, 83-yillarda shu yo'nalish bo'yicha ishlab boshlanganida men hech o'ylamagan 45 yil, mana shu 45 yil ichida, 45 yil ichida oldin biz shu masalalarni qo'yganimizda qanaqa bo'larkin deb yurganmiz. O'rta Osiyoda ham
Respublikani orasida birinchi bor boshlab tushirish. Shu tarafdan biz ham правительство bo'ladi. Правительство bo'ladi. Bizning institutimiz qo'lida markazlari ko'p. Sovet davrida ham hozirgi vaqtda ham aytishim mumkin. Ammo bizning institutimizda farqi mana shu shunday bor. Fizik polimerlarni chuqur izlanishini olib borishdi. Shu natijalarda biz qiyinchiliksiz bo'lmagan albatta. No, amaliyotda hozirgi manimcha mashg'ulotlarimiz uchun bo'lyapti bu mavzularimiz, maqolalarimiz, atoqli olimlarimiz, ayol viloyatlardagilar talabalarga ham bu juda ham qiziqarli bo'lishi kerak. Manimcha, chunki respublikamizda polimer yo'nalishi juda ham rivojlanyapti. Kadrlar kerak. Shu kadrlarni o'stirish, boshqa masalalarni nima qilish uchun mana shunaqa seminarlar o'tishi menimcha shu bugungi dolzarb masalalardan bittasi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu oxirgi emas. Siz juda ham chuqur bugun bir mavzu chiqardingiz, ammo lekin asosiy nimalarni talabalarni men shu nimalardan atachdan bilamiz. Hozirgi mana qiziqib o'tirishdi, hammaga menimcha bu vaziyat juda ham qoniqarli men tomonimdan. Shuning uchun agar savollar bo'lsa, yetinglar. Savollar. Men materialni aytib beraman-da, bu 70-yillarda tayyorlar shu ko'rib tashrif qilganda va keyin O'zbekiston prezident darajasida polimerlarni fizikasi yo'q, nimaga nomiga shunaqa qo'ydinglar degan savollar ham bo'lgan. Keyin bir yig'ilishda Respublika degan bir inson bo'lardi, hozir ham bor, mutaxassis shu astronomlar bo'yicha va Abdufattoyev keng darajada shu yo'nalishda rivojlantirgan. Shunda qaysiz turingchi, kimsiz? Men shunaqa laboratoriya moduliman, nimasi dedi. Nima bilan shug'ullanasiz dedi. Shu eritmalar bilan. Ya, qanaqa eritma polimerlarda u anaqa mutni degan nimadir. Tunaga emas deydi. Shunaqa so'rovlar bilan qanday ish? O'tiring dedi-da, shunaqa narsalar bo'lgan. Lekin sayyor disiplin mavzular vaqtida aytib uzoqqa qaraydigan insonda bizlar mutaxassislarni chaqirdik, mutaxassislarga yubordik. Mana shu Facebook bo'yicha bizlarda bu narsa umuman rivojlanmagan narsa edi. Hozirgi mana shu paytda ancha fiziklar soni ko'payyapti. Kimiklarga nisbatan baribir kimiklar ko'p. Chunki kimyosiz fizika sal qiyinroq, qaysi bir darajada. Lekin ancha hozir shu nisbat nima deydi, optimalga yaqinlashyapti. Lekin sifati yuqori bo'lishi kerak, bu biznes o'rnida. Shunga harakat qilmasanglar, vaqt tez ketadi. Hozir 45 degan yoshingizda shuncha yashab bilan shug'ullanish mumkinmi yo'qmi degan savol turadi. Marhamat. Polimerlarda fazilet periodlar bor. Globular, bond, bir-biriga uchishlar, fazilet periodlarni aniq shu jarayon ketganligi haqida qaysi metodlar bilan bizga ko'proq ishonch hosil? Metodika. Men u qismini sal tushundimda, o'zi eng qiziqarli joyi fazilet periodlarda. O'zi ikkita polimerni, masalan, даже bitta polimer konsentratsiyasiga qarab turib, fazilet period berish mumkin. Olaylik ikkita polimer. O'zida mana shu konsentratsiya bo'yicha ketayotganingizda temperatura bor, bir xil shay. Shunda fazilet diagram degan binodan chiqadida, u butunlay chizishgan mana kupol qilib o'rnataveradi. Ya bir qismi, ya ikkinchi qismi beradi. O'zi ko'rsatadi. Mana shu konsentratsiyada o'tgan yillarda mana shu temperaturada sizda однофазный. Bu necha kirsangiz, bu binodan yana tagida spinada degan bor. Orasi metastabilni. Ya u yoqqa xohlaydi, ya bu yoqqa o'tishga shakli o'zgarish bo'yicha. Shu fazilet diagrammalar qurish kerak. Lekin tez aniqlaydigan показатель преломления bor, temperatura prelomlения bor. Несовместимыlarda birlashib ketadi, umumiylashtirib. Несовместимыda отдельно degan shu ketadi. Bitta temperaturani xohlash bo'yicha mutaxassislar yaxshi biladi. То есть siz yaxshi savol ko'tardingiz, lekin
Ularda ham ko'p rastvor qilishaydi, hech kimga e'tibor yo'q. Nasha e'tibor yo'q rastvoritini sifatiga, xarakteristikalariga va konsentratsiyaga. Man qanaqadir jarayon o'tkazayapman, ularni hisobga olmasdan shu jarayonni har xil diapazonda o'tkazish qiyin gapda. Rahmat, berdim. Rahmat juda foydali ma'ruza bo'ldi. Hozir polimerlarni bilamizki, yuqori molekulyar birikmalar hammasi ulardan nano o'lchamlar olishda o'zaro tushunchamayapti. Unda qanday fizik o'zgarishlar bo'ladi? Ba'zi ishlarni ko'ryapmizda, oddiy mexanik destruksiya bilan nano olindi deyilyapti. Lekin bu yerda qanday asosiy mexanik bo'ladi? Sizlar aytgan savol to'g'ri, lekin bunaqa fikr yuritish noto'g'ri. Men keltirdim, zanjirni o'lchamladim, shakli, shu koordinatsiya sfera agar eritmatos o'zi nano. Nano deganda o'zi nano texnologiya qachon paydo bo'lgan? Shu nano holatida qo'shimcha funksional xossalar yaratsa, ko'rsatsa, shuni nano sistemalar desa bo'ladi. Men o'ylayman, polimerlar uchun bunaqa tushunish noto'g'ri. Nano deydi. Bu o'zi nano. Lekin anaqa polisaxaridlarda, masalan, bilasizlar, adultlar tushunishlarni boshida Abshukurga bilan borishdi. Undan kristal holatga o'tishi fibrilyarda. Fibril, chunki segmenti juda katta. Jostki zanjir deyiladi. U anaqa lamellga o'xshab kristal holatga o'tmaydi. Cho'zilgan holatda. Porядок paydo bo'ladi, proxodniy zanjir ikkinchi fibrilada o'tadi, mana shunaqa. Shu razmerlari ya'ni 30-40-50 nanometr, uzunligi 150-200 nanometr bo'ladi. Mana shu narsani gidroliz qilib qolganda va keyin qaysidir kompozitsiyada ishlatganda o'zini unda uni nano desa bo'ladi, chunki boyagi rastvorga o'tkazsangiz funksional guruhlarning zichligi juda past bo'ladi. Nano zarrachada bo'lsa, sizda bitta hajmda juda yuqori. To есть, nima deydi, shu nano xossalar, nano tuzilishga ega yangi funksional xossalar paydo bo'lsa, shu narsa. Shuning uchun men ko'pincha faqat multi-company sistemga to'g'ri keladi deyman. Bu aralashmalar, kompozitsiyalar to'ldirilgan bitta nano ishlaydi. Chunki qanaqadir maxsus xossasini ancha kuchaytiradi. Marhamat. Polimerlarni, eritmalarni real xosalari keyin boshlanadi. Zarada. Bundan bo'yicha уже hammasi sintish tezligi ortib borgani sayin, mana sizlar ko'rinyaptiki, avval qovushqoqlik muayyan tezlikda kamaydi-da, keyin bir xil bo'lib qoldi. Shunday konsentratsiya emas, qovushqoqlik. Ma'lum bir sintish tezligi. Ma'lum bir konsentratsiyada va o'sha polimer eritmalari sintish tezligi qancha o'zgarsa ham o'zgarmay qolishi mumkin. Yoki Newton teoriyalari qonuniga bo'ysunadi. yoki Hech qanaqa ortishi mumkin. tuzilishlar yo'q, maxsus tuzilishlar yo'q. Agar qovushlarga gradiyentlar o'zgarmasa, absolyutно нормальный Newtonskiy sistem. Shuning uchun polimerlar uchun наибольший Newtonskiy qovushqoq bor, ular naymish. Ko'pida shu tenglashadi. Hech qanaqa maxsus tuzilishlar yo'q. Mana anomaliyasi deganda shu tuzilishlar buzilishi kerak. Buzilganlar degradatsiya. Ya'ni shu struktura yo'q bo'ladi-da, shuning uchun qovushqoqligi резко tushib ketadi. Ya'ni bu yerda makromolekyular bilan ishqalanishining o'sha oqsiz jarayonida Qovushqoqligi o'zi fizik tushunadi. Bu atomlar bir-biriga nisbatan siljishga qarshi berish внутреннее трение. Boyagi anomaliyada juda muhim shay ikki shtrixni qarash. To есть qovushqoqlik tabiatda polimerni birinchi o'ringa chiqadida yo'qotyapti qovushqoq. U boyagi aytgan modellarni eng yaxshisi Bingham modeli bor. To есть sizlarning sistemalarni shu model orqali hisoblab turib, qanaqadir konkretniy parametrlarga chiqish mumkin tuzilishlarni. Yoki kimya yaxshi bo'lishi kerak. Kimya ham yaxshi bo'ladi mana shu.
har xil modifikatsiyalar qilamiz. Mana shunaqa siljish bo'ldi, bu yoqda siljish bo'ldi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga? Nimaga olib keladi shu yengil poyada bo'lgan xarakter mutalassalarni siljishi? Hajmi qanaqa shunaqa o'zini ta'sirlarni? Agar shu hajmi ancha bo'lsa-da, anomaliyasi ko'proq ko'rinadi. Judayam kam bo'lsa, xuddi boyagina ko'rsatdim-ku, klubok ozgina tikilgan joy bo'lsa, обычный klubokdan farqi yo'q. То есть har bitta masalada boshidan nima uchun kirityaptilar? Qanaqa struktura tashkil qilyaptilar? Nimaga shunaqa struktura tashkil qilish? Qanaqa xossaga ega bo'ladi? Qanaqa kamchiliklarni albatta bor. Bizlardan oldin boshlaganlar juda ko'p. Hali bitta ham ish ko'rmadim, bizlarda institutda birinchi qilingan. Aytamiz, birinchi qilingan deyish oldin o'ylardim juda qiyin. Lekin birinchi qilamiz degan gap ko'pda bizlarda dissertatsiyalarda. Da, unaqa u sistemani o'rganishgan. Lekin bizlar olgan sharoitlarni e'tiborga olishmagan. Shuning uchun birinchi deb aytish qanaqadir huquq bor. Lekin bizlar birinchi qilgan narsani hech qanaqa umumiy suratga o'zgartirish kiritmadi. Ular eng mazasini chiqarib olishgan, bizlar shu birinchi qildik, buni san Bizlar shu foydalanamiz. Yarim o'tkazish. O'shanda eng muhim o'sha velosipedlarda taxlangan zonasi mavjud deb tushunadi. Polimer yarim o'tkazgichlarda ham shuni o'zgartirish imkoniyati bormi? Bor bo'lsa qanday ketadi yoki yo'q bo'lsa nimani hisobiga yo'q? Elnar akangiz kelib qoldi, mana shu direktiv butunlay ko'rsatadi. То есть он спрашивает о возможности изменения ширины запрещенной зоны для более сопряженных коридоров. Очень сильно можно менять. Например, у полиэтилена hammasida shu 2 yuqancha pastligi polimerlarda yo'q aslida. 2 ga yaqin, 2 dan sal ortiq. Да. Ближе к изоляции. Да. Проводимость у них слабая, но дозирование qilish kerak. Keyingi запрещенная zonasini o'zgartirish kerak-da. Но все равно вносят дополнительные уровни. Iloji bor bunda va biriktirishlarni o'zingiz bilasiz. Masalan, pilot politsiyasini dastur ishlatildi-mi, kiritgan sirada xlor. Pilot politsiyasiga sezgi xlor qo'yilgan. Endi pilot politsiya qiziq. Ikkita qismlarga uni tepadan aylantirishsa, проводимость oshadi. A sezgi xlor qo'shilsa, уже shu polimer shu запрещенный zonasi bilan bog'liqda. Ulardagi rahbarlar, a'zolar hozirgi seminarda savollar bormi? Mana ko'p yangi ishtirokchilari ko'ryapti. Jiskidami, Abdulla